O'zbekiston mahallalari uyushmasi tomonidan O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi bilan hamkorlikda Toshkent viloyatida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun media tur tashkil etildi. Ushbu media tur orqali mahallalarda amalga oshirilayotgan islohotlar, ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar, aholi farovonligini oshirishga qaratilgan tashabbuslar hamda ilg'or tajribalarni keng jamoatchilikka yetkazish maqsad qilingan. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Dastlab jurnalistlar O'zbekiston mahallalari uyushmasining markaziy binosiga tashrif buyurib, bu yerdagi ish jarayonlari, media markaz hamda situatsion markaz faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Shundan so'ng viloyatning O'rta Chirchiq tumanidagi Do'stlik mahallasiga tashrif buyurilib, kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida mahalla hududida tashkil etilgan kasbiy ko'nikma markazi faoliyati bilan tanishdilar. Bu qizlarimiz hozir tikish, bichish va zamonaviy pardalar o'qishi bilan o'rganyapti. Bu qizlarimiz bir oy davomida shu yerda o'qib va qo'llariga sertifikat oladi. O'qish bepulmi? O'qish bepul. Bu o'qishimiz prezident tomonidan 145-sonli kam ta'minlangan oilalar va boquvchisini yo'qotgan, ehtiyojmand, reyestrda turadigan ayollarni, qizlarni biz bu yerda o'qitamiz. Hozirgi mana shu kungacha biz 41 nafar qizlar, ayollarni bichish, tikish, qo'llariga sertifikat berdik. Navbatdagi manzil esa Piskent tumanidagi Mingtepa mahallasi bo'ldi. Bu yerda bir mahalla, bir mahsulot tamoyili asosida tashkil etilgan xo'jaliklar, oilaviy tadbirkorlar faoliyati hamda yangi barpo etilayotgan uzumzorlar maydoni ko'zdan kechirildi. Demak, mahallamiz 636 xonadon bor, 1042 ta oila, 3609 ta aholimiz bor. Demak, 636 xonadondan deyarli 620 tasi hammasi uzumchilik. Bo'ka tumanidagi Novobod mahallasida esa ko'p yillardan buyon tojik millatiga mansub qardoshlarimiz ahil-inoq holda yashab kelishmoqda. Bu yerda hattoki mahalliy aholi va yurtimiz mehmonlari uchun uy-muzey tashkil etilgan bo'lib, unda o'zbek va tojik xalqining hunarmandchilik namunalarini uyg'unlashtirgan kashtachilik ishlari namoyish etilgan. Har bir quroqning o'zining ramzi bor. Oila ramzi o'rtada ota-ona, mana oltita farzand, bu Qur'onim, nabira qo'ni qo'shnilar. Oila ramzi. Media turdan maqsad mana yurtimizda olib borilayotgan islohotlar, mahallaga qaratilayotgan e'tiborlar, eng quyi bo'g'iniga tushib kelayotgan mahalla uchun qilinayotgan ishlar, yurtboshimizni tashabbuslari bilan mahallalarda tashkil etilgan yettiliklar bu bejizga emas. Chunki mahalla tarbiya o'chog'i hisoblanadi. Muhtaram Prezidentimiz 402-sonli qaroriga asosan mahalla jamg'arma fondi tashkil etilgan. Bu jamg'arma fondida mahallani o'zidan soliqlardan tushayotgan 10% mahallani rivojlantirish uchun qoladi. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, bugungi kunda viloyatda 3.190.690 nafar aholi istiqomat qiladi. Ular 883 ta mahalla hududida yashab kelmoqda. O'tkazilgan mazkur media tur ana shu hududlarda amalga oshirilayotgan islohotlarning amaliy natijalarini namoyon etish hamda ilg'or tajribalarni keng jamoatchilikka yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi.